Aldı bilen men Şarkı Türkistan'daki 20 milyon Uygur Müslümanları namıdan hem Allah'a rahmet eyledim. Hem Allah'a Ali iktiram salam yollayım. Assalamu alaikum. Bizning mishinchilik so'zlash burstiga ega qilgan Amerika hukumatiga ko'pdan ko'p rahmat. Bizning da'voyimizni anglaganlarga 20 milyon Uyg'ur musulmonlarining da'vosini anglaganlarga ko'pdan ko'p rahmat. Vaqt munosabati bilan men Xitoyda yotgan turmadagi vaqtimni qisqartib so'zlab berishni loyiq ko'rdim. Lekin endi so'zlay desam bakchiq. Men buni shu qisqartdim vaqt munosabati bilan. Quloq silib olishinglar. 2018-yili 3-ayning 31-kunisi shanba kuni edi. Mening 3 balam bor. O kunisi men ballarım bilan endi jam bo'lishib uyda oilda o'ltirgan edik. Tuyuqsiz mening uyimning atrofidagilar saqchixonadan menga telefon keldi. Tezdan saqchixonaga unib bo'lnadim bo'lmasin. Qo'limda qilayotgan ishlarimni, ballarimni tashlab qo'yib, men darhol saqchixonaga jo'nadim. Saqchixonaga berishim qilib mening qo'limdagi qo'l telefonimni ular tatib oldi. Tatib olib, meni saqlab o'tirishimni talab qildi. Bir yerda o'tirib turdim. 15 minutdan keyin meni ishki saqchixonaning yer ostidagi bir so'roqxonaga olib kirdi. Saqchixona o yer osti uyning ichida shunda o'rindiq batdi, temir o'rindiq. Ikkili qo'limizni, ikki putimizni cho'qim mashinaga zanjirlab o'tag'izib qo'ydi. Meni muayyan boshda qildi. Saqlab turamiz, seni so'roq qilgan saqchilar keldi, birdam o'tiribdi dedi. Ammo qilib o'sha kishallab qo'yib saqchilar sirtga chiqib bir 20 minutdan keyin qo'lida menga o'xshash qog'ozni ko'tarib kiribdi. Tizimlik qog'ozni. Sen chet elliklar bilan telefonda aloqa qilibsan deb so'radi. Mening yo'ldoshim Pokistonlik mening yo'ldoshim. Bizning Urumchida ochgan import-eksport shirkatimiz bor edi. Ba'zida yo'ldoshimning tijoratda to'g'riliq ya men telefon uraman, ya ular menga urib qoladi, yo'ldoshim yo'q vaqtlarda. Shuncha vallahi jiq telefon nomerining ichida men hech qaysini yodqib bilmayman, kimning nomeri keldigini bilmayman. Ularning deyishicha sen mushlardan aloqani ko'p qilsa, bularning ismi, kim o, nerede turdi, hammani deb berishing kerak. Men dedim bu nomerlar menga yot emas, men bilmayman. Ular meni shu paytda 24 soat suv ya tomoq bermay meni solib qo'ydi. 24 soatdan keyin meni yer osti uydan chiqib saqchixonaning ishxonasiga olib kirdi. Qo'limda yana ko'zi batdi. 15-20 minut o'tgandan keyin men qarab turdim, saqchixonaning oldiga bir ko'ngan, ya'ni saqchixonaning saqchi deydigan mashinadan birisi keldi. Kam qopti orasi. Meni so'roq qilgan vaqtda bir ish kam qopti deb bir. I just need to add one thing. Deydi, sen chet ellikka bilan to'la aloqalashibsan, chet elga to'la chiqibsan. Yana birisi sen 2016-yili Amerikaning vizasiga iltimos qilib kelsan. Sen Amerikaga chiqish maqsadingmi? Amerikaga chiqish maqsading nima? Nima uchun chiqmoqchisan Amerikaga dedi. Meni to'piga chiqqandan keyin meni qaytadan kishanlabatdi. Zanjir. Putumdimi zanjir? Putumdagi zanjir bilan qo'limdagi zanjirning o'rtasidami zanjir bor. Beshimga qora xaltani kiygizib, mashinaga silib apmandi. 1 soatdek mandiq aytdi. U yerda nurg'un ayollar o'chirib turib, men kirgandan keyin ko'rdimki, u bir jismni tekshirtiradigan bir organ bir ekan. U yerda o'chirat saqlayotgan faqat Uyg'ur ayollar to'q. O'chirat saqlab navbat kelganda ular bizni
Rentigillik uyga olib kirdi. Lift o'xshash, u harakat qiladi oldi keyniga. Biz ustida o'r turatdik. U tekshirguvchi xodim faqat ba aynakdan bizni mayoqdan ko'rib turadi deb bizga yaqin emas. Qon oldi, yana bir uyga, yana bir bo'limga olib kirdi. U yerda qon oldi. Ovozimizni qayta bir qo'limizga bir varaq qog'ozni berib, u man o'qu. Bu shu bir varaqni qatim taxminan 10-20 qatim o'qiganda men bir mushta mikrofon bağındaq yak esig'liq. Bir varaqni qayta 20 qatim o'qidim. Ko'zimizning nurini oldi, qonni oldi. Rentgen tekshirdi, o'pka, jiga hammasini rentgen orqali tekshirdi. Meni shu yerda yondirib apirib, odilla lagerga apirib etdi. Bunun sharoitini men ig'iz orqali sizlarga so'zlab beramayman. Ya u yerda juyunish pursti yo'q. İşçideki hammasi Uyg'ur ayollar. 15 yoshdan 65 yoshgacha Uyg'ur ayollarimiz. Xi Jinping nazariyasi 18-qurultayni ruhini yana kelib bizga endi ayrim bir darsxonadek bir yer bor. Uning ichida o'qituvchini xuddi bir biz o'qituvchini zaxmlantirib qo'ydigandek bizningki qo'llarimizda, putlarimizda ko'yza ishkal turug'liq. Biz o'qituvchini zaxmlantirib qo'ydigandek o'qituvchini xuddi bir rishatkalik bir qapazdek bir yerga solatqizib bizga dars o'tkazadi. Kunda 3 vaqt tomoq berildi. Go'shsiz. Faqatla ko'ktatning suyi. Lagerda 65 yoshlik bir opam dematlik bir ayol bor edi. Onun diyabet keseli bor edi. Dara keseldan qiynaladi. Men o'zim yeydigan bir tal momini onun berganligim uchun jazolandim. Lagerning saqchisi buni ko'rib qopti. Ko'rib qilib meni saqchilar ishlatadigan kaltakla urdi. Men bu qo'rliq chidamay og'zimdan ya Allah degan gap chiqib ketdi. Because O dedi, Allah'ını çağıra. Allah'ın seni benim kulağımdan kurtuldursun. Ama şu iş sebeplik sana 3 gün tamak verilmeydi. Bana hakikaten 3 gün tamak vermedi. İşte bir ciger güzel ayaldım bir sıfatı, acıştım birisi. Daim bir şeyini tuttu o ayal. Ağrık azabı da. Bir günü huşsuz, özlüğü dili huşudun ketti. Onu lagerga qaraydigan saqchilar ikki qo'ldan yetlab chiqib ketdi. Ikkinchi kirmidi, o'ldimi, hayotmi, tirikmi uni biz bilmaymiz. then Turmining ichida bo'lgan ishlarni deyish uchun menga shunchalik vaqt ketadi. Vaqt munosabati bilan men gaplarni qisqartib dedim. Yo'ldoshim meni qutuldirish uchun Pokiston Beijingdagi Pokiston konsulligiga necha qatim dava qilib bordi. Eng oxirgi qatim hech qanday unum bo'lmagandan keyin ashadagi axborot vositalari bilan aloqalashibdi. Shuning bilan ular axborot vositalaridan ansirab qoldimi, meni qo'yib berdi. Testimony and for bearing witness what's taken place here. sizga ko'pdan ko'p rahmat. Thank you. Thank you